Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Yaxshimisizlar? Sizlardan bitta narsa so'ramoqchiman. Sizlar ham bolalik davringlarni sog'inasizlarmi, yo'qmi? Bolalik davringlarni eslab, gapirib o'tirasizlarmi? Bolalik davringlarni sog'inganinglarda aynan qaysi davrni sog'inasizlar? Bir xilla bog'cha davrini, bir xilla maktab davrini sog'inadi. Mana bir xilla bo'lsa, institutda o'qiyotgan davrlarni sog'inadi. Sizlar qaysi davringlarni ko'proq sog'inasizlar? Masalan, man to 6 yoshdan, 7 yoshdan tortib 10-11 yoshgacha bo'lgan davrlarimni sog'inaman. Chunki o'sha davrlarda hech qanaqa majburiyat bo'lmaganda, xohlasak o'ynab, xohlasak yeb-ichib, xohlasak uxlab, masalanda uydagilar qayerdan pul topyapti, nima qilyapti, hech qanaqa muammolar, hech nima bizani qiziqtirmagandi o'sha davrlarda. O'sha sekin mana katta bo'lishni boshlaysiz, 11 yosh bo'lganingizdan keyin sekin uydagilar katta bo'lib qolding, anti supurib qo'y, katta bo'lib qolding, joyingni yig'ishtirib qo'y, katta bo'lib qolding, idishingni yuvib qo'y deb mana sekin-sekin mas'uliyat boshlanadi, to'g'rimi? O'sha uyog'i o'sha qanaqadir nima desam bo'ladi, mas'uliyatli hayotda o'sha. O'sha oldingidek nima desam bo'ladi, 6-7 yoshdagi davringizga yetmaydi-da baribir ham. Men o'sha davrlarimni sog'inaman, o'sha 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan. Ha, sizlar qaysi davringlarni sog'inasizlar misol uchun? Fikr mulohazanglarni kutib qolaman. Kommentariyada fikringlarni bildiringlar. Yaxshi mavzularda suhbatlar o'tkazamiz degan umiddaman sizlar bilan birgalikda. Sizlardan yana bitta iltimosim, kanalimni qo'llab-quvvatlab, kanalimga obuna bo'lib, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyalar yozishinglarni so'rab qolaman. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, fikr almashishni judayam yaxshi ko'raman. Kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar.